Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun Istiqlol san'at saroyining yonida O'zbekistonda mana shu yerda dorvoz tomoshlarini o'tkaziryapmiz biz. Tojikistondan mehmon bo'lib kelib qolgan yigitlarimiz bor. Azaldan Tojikiston, O'zbekiston yuragi bitta buni. Mana yigitlarimiz bor, artist yigitlarimiz, bloger yigitlarimiz kelgan. Keyin so'rashamiz mana bu yigitlar bilan. Assalomu alaykum. Jonlaring omon bo'lsin. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar biz O'zbekistonga. Bu yigitlarimiz san'atkor yigitlar o'zi, bloger yigitlarimiz bizni O'zbekistonga mehmon bo'lib kelishdi. Xudo xolasa bu yigitlar bilan birga imkoni qadar kichikroq videolarda olib, aka-uka bo'lib, hamjihat bo'lib, azaldan Tojikiston, O'zbekiston yuragi bitta bo'lardi. Tojikiston papesh deydi, doimo Xudo omadlaringni bersin. Qayerda yursalaring ham yuzlaringni Xudo yorug' qilsin. Bemalol O'zbekistonga kelsalaring, mana shu yerda Istiqlol san'at saroyining oldida dorvozlik o'yinlari bo'lyapti. Bu yigitlarga biz videolar tashab berdik. O'zlari ham jonli tomoshalarda ko'rishdi. Yana bir mehmon bo'lib kelaverasizlar. Tojikistonliklarga salom. Sog' bo'linglar, Xudo omadlaringni bersin. Do'stlarimiz abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin ilohim. Sog' bo'linglar. Rashidxon Eshonbobomizni o'yinlarida ko'rdik. Juda chiroyli, juda ma'qul. Kimdan kim Tojikistondan kelsanglar, mana shu raqamlar do'stlar saroyiga kelasizlar, tashrif buyurasizlar. Mana shu yerda pastda ham o'yin bo'ladi. O'yin juda chiroyli o'tdi. Tomosha qilib mazza qildik. Jonlaring omon bo'lsin. Doimo O'zbekistonda eshigi ochiq. Tojikiston uchun doimo eshigimiz ochiq. Bemalol kelib, Xudo xolasa aka-uka bo'lib hamjihat bo'laverasizlar. Sog' bo'linglar, omad sizlarga. Charchamang.